Ko'p yashang, rahmat. Qani aytingchi, yangi kelin ekansiz. Sizga kelinlik hayoti yoqyaptimi? Yo'q, конечно. Men qattanam yerga keldim. Ha, albatta, menga kelinlik hayoti juda ham yoqdi. Mana shunday katta qasrga kelin bo'lib tushganimdan juda ham mamnunman. Agarda men buni vaqtliroq bilganimda edi, 18 yoshimda allaqachon kelin bo'lgan bo'lardim. 22 yoshimda erga tekkanimni o'ylasam, o'zimni ahmoq bo'lgan ekanman deyman. Aytingchi, qaynonangiz sizni o'z qizlaridek qabul qildilarmi? Yo'q, конечно. Qaynonam meni qizlaridan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'radilar desam ishonasizmi? To'g'risini aytsam, tuqqan onamdan ham mehribonroq insondir u. Tunu kun meni maqtaganlari maqtagan. Shuni aytsalar kerak-da, jannat qaynonalar oyog'i ostida deb. Aytingchi, bo'sh vaqtlaringizni qanday o'tkazasiz? Qulli bo'sh vaqti bo'lar ekanmi? Ertalabdan Bilasizmi, bu uyga kelin bo'lib tushganimdan beri qo'limni hattoki sovuq suvga urdirishmadi. Hamma ishni o'zligi qilishadi. Menga esa borib o'ynab kuling, xohlagancha restoranlarga boring, sovg'alar oling, shopping qiling deyshadi. Men esa gohida xijolat bo'lib ketaman. Eringiz bilanchi baxtlimisizlar? bunaqa eri bordan yo'g'i yaxshi. Ertalabdan Bunday dunyoda bitta bo'lsa kerak. Meni jonlardan ham ortiq yaxshi ko'radilar. Haqni romantika, o'ng yuzimdan chap yuzimdan o'padilar. Sayohatlar, turli xil restoranlar. Xullas, nimaiki orzu qilgan bo'lsam, hammasiga yetishtirdilar. Yig'lashimga e'tibor bermanglar. Bu baxt ko'z yoshlaridir.